Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun ChatGPT to'g'riliq 3-chi leksiyarimni boshladim. Bu leksiyarimni ma rasmdan boshlay dedim. Bu rasm mening mavi nevram Zöhraninki 2 yoshlik tug'ilgan kun tortilgan rasm. Bu rasmning ba'zi yerlarini men yaxshi ko'rdim, shuning uchun buni biroz yaxshi ko'rmadim ba'zi yerlarini. Shuning uchun biroz edit qilay buni. Azroq o'ngshay. Buni mavi astidagi taraflarni yaxshi ko'rmadim. Men bunday qildim, bu rasm chiqadi. Endi endi avliqi qo'lda tutib olgan mavi g'ozni men o'zim yasagan g'ozda. Bu to'g'riliq ham shunchalik nima qilay. Endi buni men buningga bir muboraklayman degan so'zni qo'shib qo'yaman. Shu vaqtda men tekst adniga besib, menga kelib, endi men editni besib, bu yerda mani uyg'urchaga o'zgartib, qisqagina muborak bo'lsin deb yozay. Men xatlar ko'rinmayotganining sababi mavi rangi qarib qolgandan keyin rang ko'rinmayapti. Shuning uchun buni sal sog'ish rangi chiqaraydi. Buni endi mana bassam mana rang chiqdi. Bu xatlarni hatta yo'qotqini bo'ldi, sal yo'qotay. Shunday qilib mana rasm bilan bunda bir rasmni bir edit qilib uni chiqardim. Buni don deb endi buni saqlab qoldim. Endi maqsad kelaydi. Maqsad ChatGPT'ni tunishtirishda. Şu vaqtda men bu shu nevramning 2 yoshlik tug'ilgan kuniga bir parcha xat tabrik xatini yozmoqchi bo'ldim-da. Shu vaqt men qanday qilaman deganda, buni oldin ola endi bevosita yozib yurgan vaqt chiqdi, shuning uchun oldin ola ma'ni yozib qo'ydim. It was my granddaughter's 2 years birthday. Can you write me a congratulation letter to show my deepest love to her? Please add a children's favorite song and a quote from a famous individual about childhood at the end. My name is Toluqa. Şundan endi bu qisqa narsani yedim, bu yerda nimalarni berdim deganda nevramning 2 yosh tug'ilgan kunida shuningga bir tabriklash xatidan yozmoqchi bo'lgan. O xatimda uningga bo'lgan muhabbatimni bildirsam dedim. Endi shu xatning oxiriga shu kichik bolalar to'g'riliq isil kalimadan birini qo'shib qo'ysangiz, ondan shu bolalarningki yaxshi ko'rgan naqshini birini qo'shib qo'ysangiz deb yozdim-da. Shu vaqt endi buni men ko'chirib buni kopya qilib endi ChatGPT'ga solaman. Mana ChatGPT'ni o'zinglar bilasizlar, mana buning bosgandan keyin men bevosita mana copy paste qilib bu yerga chaplayman. Endi keyin buni mana bassam, shu vaqtda bu mana bir parcha xatni chaqqonli yozib berdi mana. Ko'rdinglarmi? Shunda isil yozyapti bu xatni. Mening degan mazmunlarni kirgizib, ana edi Amerikadagi bolalar eng yaxshi ko'radigan Twinkle Twinkle Little Star degan naqshni qo'shib qo'ydi. Hatto men ismimni berganim uchun eng oxirida hatto o'zimning ismimni yozibdi. Mana ko'rib boqaydi. Bu xat nihoyat yaxshi yozilgan bir xat mana. Kichiknanglar o'qib beray mana. Dear sweet granddaughter, happy second birthday. It brings me immense joy to see how much you have grown and how much you have learned in just 2 short years. Your laughter and your innocent curiosity light up my world, and I feel blessed to have you in my life. Mana mushundaq nima degan yaxshi yozilgan xat mana. Buni perfect English xat desak bo'ldi-da, shunda yaxshi yozilgan. Endi buni balki men shu pet ko'chiriblarni azroq o'zgartiriblar, endi bir parcha xat qilib shu sevatsam bo'ldi. Lekin men mani biroz uzun ko'rdim. Biroz uzun ko'rgandan keyin buni qisqartira olamsiz deb so'rab boqayni.
Bir yerde bu biraz uzun bu kapta şunu selle kıskart alamsınız. Yani bir adam selle digenin sebebi hem de bek kıskart versin mi bulmaydı ki şunu selle kıskart versiniz dedim. Şundan bunu yazgandan keyin mana meyedinla bu hazır aşı abayqı yazgan xatni kıskart vatıdı. Görüyorlar mı qanchalik kıskartıdı? Naqshini qo'shib qo'yibdi. Twinkle twinkle little star deganni. Mana shundan mavu bir batlik to'shmaydigan nayt ixcham bir parcha xat deb yozildi. Endi qani qarab baqaylik. Endi men buni agar Uyg'urcha tarjim qani Uyg'urcha tarjim qilib baqayim. Uyg'urcha tarjimasi yaxshi chiqmaydi, uni bilaman. Shundaqdimi qani bir tarjim qilib baqaylik qanday bo'ldiki. Buni men nima deyman deganda can you translate it to Uyg'ur deb so'radim. Bu so'ragandan keyin ana mayada tarjim qilyapti. Ani o'qib beqib buningdan bilyaptiman toz degandek tug'ilguncha yillik tug'ilding toz yaxshi tarjim qilyapti. Tarjim qilyapmayapti-da. Shunga buning men rozi emas. Demak Uyg'urchaga yaxshi tarjim qilolmaydi. Buni men dastlab dedim, buni bilma buni. Shuning uchun buni qanday qilamiz deganda boshqa tillarga tarjim qilib baqaylik. Mesela Uyg'urchaga eng yaqin bo'lgan til turkcha ku. Shu turkchaga tarjim qilib baqay. Ma'u faqatla shu jumlalarni qurashtirib yozayotgan o'xshaydi degandek yaxshi chiqmayotdi. Shundaqda bu tugson qedi. Mishinchilik tarjim qilibdi. Men o'tgan deb o'tdim. Agar ma xat o'zini Google Translator soldigan bo'lsanglar, bundan yaxshiroq tarjim qildi. Endi qani men Uyg'urcha tarjimasini yaratmadim. Shu vaqtda men nima deyman deganda, kechiring. Kechiring, tarjim qilishni aytib nachar o'qib qopti. Can you tarjimasi yaxshi bo'lmabdi. Shuning uchun turkcha tarjim qilib beramsiz deb so'radim. Bu vaqtda ham mencha bu yerda ham turkchani yaxshi tarjim qildi deb o'ylayman. Ko'ringlarmi mana? Sevgili torunum debdi. Deb mana ana hatta she'rni shunday yaxshi tarjim qilibdi u yerda. Parlayan küçük yıldız ne dersenin sirin deb. Mana Türkçe'ye ait yaxshi tarjim qildi. Buni o'zingizlar sinab ko'rsanglar bo'ldi. Buni boshqa tillarga tarjim qilib ko'rib boqsizlar. Bu tarjimasini ait yaxshi chiqdi boshqa. Bo'libmi cho'ng tillarga kelganda. Endi bu mishaga bu cho'ng. Endi nima deb cho'ng? Yana bir misolni ko'rsataman. Yana bir misol nima deganda, men mushu orqali qani bir xat yozib boqay bundan. Mesela bir yerda bir mavu nima bir yosh ayol Aliyaning shu o'zining do'sti Osiyaga yozgan bir Osiyaga shuning mavu balasini qarab berishga balasini qarab berganligiga rahmatligini minnatdorligini bildirib bir parcha xat yozmoqchi bo'ldi. Shu vaqtda mana ma'ningdan meni qo'ydi endi. Endi inglizchasi bu shu Osiyaning qizim 2 yoshli qizimni qarab bergani uchun rahmatimni bildirmoqchi edim. Shuning qarta bir parcha xat yozib beramsiz deb so'radim. Shu vaqtda men buni ko'chirib olaylik. Buni ko'chirib olib endi abayqiyaga sepaqay bu qanday qildi. Xatni qanchalik yoza oladi qarab boqaydi. Shu vaqtida mana ko'ringlarmi, mana
Şu qısqıqla mening bergan qısqıqla cümlemden paylanıp mana mayada shunda yaxshi inglizce xatdan bir parçani yazdım mana mayada. Bunu aldırmay o'qib ko'rsanglar bo'ldi. Eng yaxshisi o'zinglar mushta xatlarni silib beqib o'zinglar chiqarib beqinglar o'zinglarning shu vaqt chiqdi. Endi buni men biroz uzun ko'rdim. Lekin buni qisqartib baqamsiz deb so'rab baqay. Minnettarlık bildirdiğin xat degan ait qısqa oldu. Bek uzun olub ketdi. Şunun için qısqalar yazıp bergen bolsanız dedim. Şu vaqtda mana ait yaxshi ixcham qısqagina bir rahmat ketdim birini yazdım. Mana muşundan biz bu taraflardan faydalansanlar oldu da. Yani ben tünögün muş doğruluk sözlüdüm. Hem de bu muşu chat GPT arkalı nurgun işlerini qilgani oldu. Mesela xat yazdıran misalını gördüңлар, maqal yazdıran misalını gördüңлар, hatta kitap yazmakçı olduğun misallar mı, muşu mezmunlarını kengaytip hatta kitap mı yaza alaysızlar. Bu doğruluk ben bir yerde bunu mangız üçün ben sizlerge bir misalını göstereyim. Ben özüm yazgan bir qısqa da 15 minutlik vaqt çıkarıp bana bir maqalını yazgızıp özüm tekrarlap bana çıktım. Ben fakat nimalarni sordum deganda bunun mavzuni qo'yvatsam bo'ldi bu maqalninki. Masalan, qisqa aytgan chaqda chat GPT deb mavzuni qo'yadi oddiylashtırib. Shu vaqtda men qanday savollarni sordim deganda dastlabda shu chatbotning tarix to'g'ridoq ma'lumotni to'pladim. Bu yerda mana chatbotning tarixi ham bu yerda boshqa narsani demay bir narsani sizlarga deb o'tay dedim. Bu yerda ba'zi qarindoshlar bu chat GPT'ni yaqinda bulutda paydo bo'lgan narsa, lekin bu bo'sish xarakterlik bir yangilik degandek ba'zi gaplarni deyotdi. U to'g'ri emas. Bu chat GPT degan amaliyotda mana chatbotninki taraqqiylangan bir nusxasi. Amaliyotda shu chatbot degan narsa 1966-yili shu Amerikaning Massachusetts Institute of Technology'da ishlaydigan Yusuf Weizenbaum degan nima bir mutaxassis yozgan Eliza degan bir yumshoq detalvachi shu chatbotninki dastlabki nimasi deb qaraydi. Bu 1966-yilda paydo bo'lgan. Men tunögün hamda buni 30 yildek tarixi bor deb azroq xatolashibman. Amaliyotda qani ayada 30 ni 34 ga 22 ni qo'shib o'tgan bo'lsak, vaqt qancha bo'ldi? 50 yilga yaqin bo'ldi. Shu 50 yilga yaqin bu shu 50 yildan burunli paydo bo'lgan narsa shu faqat davomli shu ishlanayotdi degan mazmunni bu yerda bildirdi. Boshqa tafsilotlarni bu yerda o'qib yurmayman. Birdan turib men shuni chiqarib qo'ysam ham bo'ldi, o'zinglar ko'rib baqsizlar. Bu bir mana Eliza deganninki rasmi mana Eliza yerda qaraydigan bo'lsak, Eliza degan bir odam endi oyoqda yana birisi masalan Eliza degan shu kompyuterninki programning ismi. Mesela eğer you deydi, mesela sizler kompüterden sual sorsanız ama kompüter şular cevaplarını beryapti. Bu bir. Ana meyada yana muşunun o'xshash bir qancha savollarni sordum da, chat GPT degan nima degan savolni sordum. Undan keyin mana mavo chat GPT'ninki logosi. Undan bu chat bot bilan chat GPT'ning farqi nima degan savolni sordum. Bir yerda biroq javob berib chiqdi. Undan keyin bu chat GPT'ninki pro deganimiz yaxshi taraflari, cons degan nachar taraflari degan gapda. Hamda bu chat GPT'ning foydali taraflari nedan, foydasiz taraflari nedan degan savolni sordum. Undan keyin bu yerda bu chat GPT'ning ait tezlikda foydali taraflaridan 4ni ko'rsatibdi. Ziyon taraflaridan yoki ojiz taraflaridan yana 4ni ko'rsatibdi. Buni ko'rsatdi bu yerda.
Bunu bir yerde tefsiri okuyacağım. Endikin meyadan da masualını sordum. Chat GPT arkalı nimişli kıla alayım diyen sualını sordum. Bunun da hem de bir qancha alaylıkını yaptı. Bu arkalık şu natural language processing deydi. Mesela şu tabi til ne bir taraf qilish degan iqtidor orqali xuddi shunaqa odam bilan paranglashganda paranglasha olasiz debdi. Endi keyin tillarni tarjim qila oladi debdi. Har xil tillarni tarjim qila oladi degan gapni debdi. Endi keyin masalan content generation degan bu mazmunni tayyorlash. Mesela mening hozir mushu qilayotgan narsam mazmun tayyorlash. Ma'lum bir maqol yozmoqchi bo'lgan bo'lsam, kitob yozmoqchi bo'lgan bo'lsam, mushu mazmunlarni tayyorlab bergan. Buning da. Endi keyin shaxsiy personal assistant degan shaxsiy yordam deganda, masalan sizning shaxsiy ehtiyojingizni qanoatlandirish uchun savollaringizga javob berish. Endi keyin appointmentni qilish deydi. Masalan, doktorga bormoqchi bo'lsangiz, doktor bilan vaqtni belgilaydiganga chat GPT orqali qilgan bo'ldi. Uning da u bir balayligi. Endi keyin ma'rif jihatdagi bir qulayliklarni yaratib berdi. Ma'rif masalan nima deganda, masalan til o'rganish deymiz, program yozish o'rganish deymiz, maqola yozish, she'r yozish, shundan nurg'un narsani bu yerda bu bir taraf qila oladi. Bunu da öttü. Endi keyin men bu yerda masualni sordum da. Mushu can I publish the content of ChatGPT? Endi bu yerda ChatGPT chiqargan narsalar degan to'g'ri tayyor narsalar bo'lgandan keyin buni men to'plab buni nashr qilsam bo'lamdi deganda asosan bu yerda deyotgani bo'ladi. Ammo shu mazmunlarga yana diqqat qilish kerak. Mazmunning xatoligi, to'g'riliq bu ChatGPT bu avtomatik modul orqali ishlab chiqargan narsa bo'lgandan uningga garantiya qilolmaydi, uni kapolat qilolmaydi, to'g'ri. Endi yana bir diqqat qiladigan shu xalqlarningki yozgan narsalarini ishlatgan chaqda uning manbalarini deb berolmaydi. Bu taraflar bor. Biroq mencha bunda o'qib chiqib mencha ish qilib ChatGPT yozgan narsani nashr qilsa bo'laverdi. Yozgan she'r bo'lamdi, kitob bo'lamdi, hamma narsani chiqarib oldi. Shu vaqtda endi albatta mushto'g'liq men bir cho'nqirlab narsalarni so'rg'ildim. Chunki men bir maqol yozmoqchi bo'lgandan keyin mushundaq nimalar o'ttirib qo'yildi. Masalan, AI degan gapni to'liq qilishimiz. AI degan nima? Endi qisqacha aytganda AI degani shu artificial intelligence degan gapda, sun'iy idrok, sun'iy Uyg'urcha sun'iy idrok, sun'iy aql deb tarjima qilganlar bor. Hozir endi texi bir yerga kelgan bo'lishini atayin AI deb ag'inimizmi to'g'ri mencha hammadan tushundi. Bu endi bu yerda buning AI degan nimaligini bu yerda biraz tafsiriyat tushuntirib chiqdi. Endi bu yerda bir qancha terminlar bor. Masalan, machine learning, neural network, deep learning, statistical programming deganlar zaten nimalarni bildirdi deganda bu gaplarni biz yaqinda bir to'langlaydigan bo'ldik, lekin bular zaten nima deganni tushuntirish bermoqchi bo'lganligimiz albatta buni qisqa javobini topqini oldu yoki uzun nima oldu. Shuning uchun men bu shu machine learning, neural network, deep learning deganlar nima to'g'riliq bir ming so'zlik bir mazmunni yezib bersangiz dedim. Chunki bu yerda 2000 desam bo'ldi, 3000 desam bo'ldi, qancha kengaytsam bo'laver. Chunki men keng doiralik narsa bo'lgan. Bu vaqtda shu chatbot o'zi 1000 so'zli cheklim qilib mana ma'ni yezib berdi. Bu. Men yerda ayrim neural network degan nima, machine learning degan nima, deep learning degan nima, mustaqlarni hammasini xili tafsirga tushadi. Men yerda neural network degan amaliyotda ma graf orqali qilib bilgin bo'ldi-ku. Buningki bir input layer deydi, kirish nimasi qatlami demdi.
Andiki yan birisi ma hidden layer deydi. Hidden layer bir bo'lishi mumkin, yoki ikki bo'lsin, yoki undan ko'p bo'lishi mumkin. Endi hidden layer az bo'lganligi bu neural networkni ifodalaydi. Ama deep learning degan nima deganda ma graf ichida aytgan chaqda faqat hidden layerlar menimcha shu 3dan ko'p bo'lib ketgan chaqda bu deep learning taraf qarab kelib ketadi. Bu deep learning to'g'riliq bu yerda to'liq so'zlab tushmayman. Mana bu nima uchun bu neural network deydigani odamninki, mingisiniki nerv sistemasiga o'xshatib tuzilgan bir algoritmchi, kompüter algoritm. Shuning uchun deydi. Xo'sh. Endi eng oxiriga kelganda men yerda nimani so'radim deganda shu bu chatbot degan narsa nihoyatda to'liq nihoyatda umumiy yuzlashishga boshladi-ku. Shu vaqtda bu ba'zilar bu chatbot degan bulutda paydo bo'lgan narsa, yangi narsa deyapti. Amaliyot undaq emas. Bu amaliyotda biz xili bo'ldi buni ishlatib kelganimiz uchun. Masalan, shu Google Assistant degani, Google Assistant degan Google chiqqandan beri nima qilgan 2000 falanchi yillarda bo'lganda vaqt Google'dan savol so'rash, Google javob bergan Google Assistant deydi. Mendeki Apple şirketining Siri deydigan narsa var. Biz qo'limizdagi iPhone'larda shu telefonni so'zlab, uningdan javobini ola olamiz. O degan Apple'ning nimasi. Amazonga shu Amazon degan cho'ng shirkatmi, kim u Apple bilan raqobat qilib, ularni o'z oldiga Alexa degan bir yumshoq detalni ishlab chiqarib, u shu chatbotninki bir xili u. Andiki Microsoftning Cortana deydigan mahsuloti var, u shundaq. Andiki IBM Watson Assistant degan bor. Bu Watson Assistant to'g'riliq men bir qatim qisqa leksiya berganda shuni so'zlab o'tgandim. Watson Assistant nihoyatda bir aqlliq, hatto bir aqlliq nima deyiladi, hamda shu nurg'un analizlarni bu ash orqali qila oladi, program tuzmasdan. Shuning o'xshash nimalar nihoyatda ko'p qaranglar. Bu yerda faqatla mana 10 dakni bu yerga ko'rsatib berdi, amaliyotda bundaq nimalardan 100dan ortiqlari bor. Ularni albatta bu yerda ko'rsatmayman. Hamda demoqchi o'qidim, chat GPT degan yangi narsa emas. Faqat mavjud bo'lgan shu mahsulotlar bormi, AI mahsulotlarninki bu bir alayligi, bu chat GPTning alayligi bu bir open source kirdi. Ya'ni manbai ochiq. Manbai ochiq degan butun dunyoga shu pet taqib etdi degan gapda. Yuqorida ko'rsatganlarning ba'zi mesela Apple Siri da jazman sizlik Apple'ninki mahsulotni ishlatganda Apple Siri'ni tushirib ishlata olasiz degandek ular o'xshamaydi. Bu open source degan hammadan ochiq, har qanday odam ishlata oladi degan gap. Ham bu yerda bir narsani unutib qolibdi, shuni bir eg'iz yutdi. Microsoftninki nimasi bor-ku, Microsoftninki yangi chiqqan bu Microsoft Bing deydi-ku. Şu Microsoft Bing degan hammamiz Bing xuddilik Google'ga o'xshash birlik uchur izlaydigan bir yumshoq detal. Lekin Microsoftning Bingni yaqinda biroz taraqqiylantirib, Chat GPT'ga o'xshaydigan bir yangi narsani bozorga soldi. Bular hozir balkim shu Bing deganimiz balki shu qani AI Bing demdi bir nima deydi. Hozir ism kelmayapti. Ama şu Bing AI degani shu Chat GPT'ninki eng cho'ng raqobatchisi. Endi hozir bilmaymiz, Bing utib chiqqanmi yoki Chat GPT utib chiqqanmi uni bilmaymiz-da. Endi oxiri balkim birsini yeb ketadi yoki bo'lmasa ikkisi o'xshamagan bozorni egallab tang taraqqiy qildi. Shu ikkisi biroz nima qilyapti. Bu yerda oxirida men bir narsani deb o'tmoqchiman. O'tganda ba'zilari shunday savollarni so'rab qoldi-da, shundaq hozir nurg'un odamlar kitob yozyapti, maqola yozyapti, bu nashr qilyapti. Ba'zilar hatto tuzuk maktabda o'qimaganlar degandek gaplar bor. Bu rost hamda. Chunki hozirgi bu fan texnikning taraqqiyotida u bir kitob yozish uchun bilim ketmaydi u bir. Bilim ketmaydi emas, hamda jazman bilimingiz bo'lishi kerak. Jazman bir cho'ng maktablarda o'qishingiz kerak degan shart emas. Xat to'nmaydigan odamlarmi mencha? Xat to'nmaydigan odamlarmi?
kitap o'qimaydigan odamlarmi kitap yezib chiqarishi mumkin. Qanday qildi deganda pul orqali yoki mushundaq mahsulotlar orqali yoziza oladi. Haqqa yozg'izdi yoki bo'lmasa shu ish qilib nima demoqchiman deganda biroz qo'pib men kitob yozdim deb ketsam bu nihoyatda bir alayda odam o'xshaydi deb o'ylab ketishning hojati yo'q. Shuning bilan bugungi qisqa leksiyarim mishag'icha bo'lsin. Rahmat.